Xullas kalom, hammaga salom. Bugun yana Instagramda videolarga yozilgan eng kulgili izohlar, ya'ni kommentariyalarni o'qib chiqamiz Samandar bilan. Ikkita men topib kelgan video, ikkita sen topib kelgan. Bo'ladimi? Bo'ladi. Ketdik. Juda ham mashhur bo'lgan. To'g'rimi? Ijtimoiy tarmoqda va kommentariyalarni o'qiymiz. Chimildiqqa kirganingni ham chiqarib o'rtoqlaring bilan dayus. Xo'p. 30 ta erkakning ichida ikkita ayol o'ymaydi. Eng portlatgan kommentariy bormi? Men o'zim yozganman, shuni sen o'qi. Ko'ylagingni yengi yo'q, dayoslikni tengi. 2856 ta like yo'q. Mana shu qo'limdagi narsani ko'rasizlar. Просто так shunday olib boraman. Bo'ldi, million prosmotr bo'ladi mana shu, ko'rasizlar hali. Qo'lingizdagi narsani biz ko'rdik, lekin o'zingiz ko'rmadingiz. Men script komment qildim, deganda bu necha deb yozib qo'ydi. Voy, biroz. Endi o'shani borib olsangiz, aniq million prosmotr bo'ladi deydi. Topib olsangiz nima uchun? Chunki birinchi video. Lekin men o'zbekman. Mani millatimda o'zbek qoni yo'q. Allohga shukr, o'zbek emas ekan, endi tinchgina uxlayman. Sigan bo'lsa kerak-da. Sigan deydimi? Men bilardim buni lo'li millat. Xo'p, ikkinchi video. Aka, mana necha pul bo'ldi mana? Jonim, sendan 5000 so'm. Okajon, shuni paketga solib bera olasizmi? Odamlar yaxshilik qoladi-yu. Hop, kommentini o'qiymiz endi. Hop, shu paket sizdan ham mendan ham. Itim o'lib qoldi, yozib qo'ydi. Videoni ko'rsatgan deyman. Xullas, bugunga menimcha yetadi, ko'p ham ko'p. Davom etinglar desanglar, shu loyihani davom etamiz. Eng kulgili, eng qiziq kommentariyalarni sizlarga mana shunaqa kulgili yo'nalishda o'qib beramiz. Komment yozishdan to'xtamanglar. Sizlarning kommentinglar ham videoda chiqib qolishi mumkin. Sog' bo'ling. Keyingisini kutinglar.